Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan men Steve Minecraft va xaltamni olaman, sumkachamni va sunduqimga qo'yaman. Mening yangigina videoyimga xush kelibsiz. Bu yangi kanal do'stlar. Va men ham YouTube'da yangiman. Meni podpishka qiling, iltimos. Va kompyuterimda o'tirib ish qilaman. Nimalar bor ekan? Qish bo'lo yangiliklar yo'q. Qishloq zerikarli. Va mayli undan ko'ra ishimni qilaman. Va hozir hosilni terib olgandan keyin merga bersam, janob mer menga oyligimni beradi. Yarim stak oltin va yarim stak pul. Men unga bozorlik qilaman. Obunachilar, tez qilib tashlashimiz kerak ishni. Mehnatning tagi sariq oltin deyishgan. Va kartoshkalarni ham tez terib olaman. Shu obunachilar menga yangi xayol keldi. Kartoshkani yoki sabzini o'rniga bug'doy ekmoqchiman. Shirin non bo'ladi. Ana огородni bir joyini kim buzdi? Yaramas yigitlar. Ular sakrab buzib ketishadi-da, obunachilar. Nima qilsam ekan? Komment yozinglar, agar kim meni o'qiganini topaman men o'shani otib tashlayman yetillarni. Agar otib tashlaysiz, otib tashlayman o'sha yetillar. Otib tashlamayman, men uni qiynayman. O'sha yangi qism chiqadi. Men unga dahshatli shartlar beraman. Uni qiynab tashlayman, obunachilar. Kommentga go deb yozsanglar bilib olaman. O'sha video chiqadi yaqinda. Tez orada agar go deb yozsangiz kommentlarga yozsanglar, men sizlarni juda hurmat qilaman, obunachilarim. Va kartoshkalarni ham tez ekib olamiz. Bu yangi kanal va YouTube'da yangiman. Shunga menga podpishka qilib boring. Kartoshkalarniki bo'ldi, endi sabzini eksak bo'ldi. Suvga tushib ketdim, baribir suv sovuq. Sabzini ekib olsak, pulni olamizda, mazza qilib do'konga borib narsalar olamiz va ketdik merning yoniga. Janob mer. Assalomu alaykum janob mer. Ker. Narsa olib keldingmi? Olib keldingmi narsalarni? Ha, olib keldim. Oyligimni berasizmi? Ha. Ol, yarim stak pul, yarim stak oltin, to'g'rimi? Ha. Rahmat janob mer. Bo'pti. Ketdik do'konga. Endi oylikni oldik. Mazza qilib do'kon bu tarafda edi. Narsalar olamiz. Yangi go'sht keldi deb eshitdim do'konga. Qani olib ko'raylikchi, qanday go'sht ekan u. Assalomu alaykum janob Jitil. Va alaykum. Nima kerak? Hozir ko'raman-da. Limonad yo'q, burger olamiz. Shashlik olamiz. Narxlar ham qimmat. Shashlik olib bo'lgandan keyin men xudukmi? Bulchkam yo'q. Bular bo'lmaydi. Mana yana yangi go'sht mana. Buni olib ko'raylikchi, qanday ekan ko'ramiz. Rahmat janob Jitil. Xo'p, kelib tur. Bo'pti. Muomala ham o'lgan-a. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bitta suv bering va go'sht, xuduk va chips. Rahmat, kelib turing. Muomalangiz zo'r ekan. Men sizga ko'p kelaman hali. Va ketdik obunachilar. Bularni sandiqqa uyimizga olib boramiz. Let's fucking go. Va sunduqqa solamiz. To'xtanglar, hujjatlarim. $1 $1dan oylik, lekin yaxshi olaman. Ko'mir yo'qmi hech qayerda? Uni go'sht pishirib ko'raman. To'xtanglar. Uni oldin narsalarni tashlab chiqay sandiqqa. Keyin ko'mir olib kelsam kerak, katta ehtimol, chunki ko'mir yo'q o'xshyapti. Va hammasini qo'yamiz, burgerlarni ham, chipslar, shashliklarni ham. Go'sht ham qo'yamiz. Men bu KFC go'sht va suvni o'zim bilan olaman. Va tapurni olsam va ketdik. Ko'mir olib kelamiz. Shaxtaga tushsam ekan-a? Yo'q, undan ko'ra daraxt sindirib olib kelaman. Bu yerda ham yo'q, mana obunachilar yugurdik. Men uchib ketaman. Let's go. iPhone 1 ko'rasizlar, chiroyligini, lekin zamon orqaga qolib ketganman. iPhone 17 chiqdi o'zi, nima qilamiz? 13 obuna bo'linglar va men iPhone 17 olaman. Tapur qolib ketibdi, ketdi uyga. Tapur ham esdan chiqadimi?
Tapor olamiz. Taporni oldik va ketdik. Tezroq borib ko'mir olib kelaylik. Yugur, uch, osmon falakka uch, uchib ket. Let's fucking go. Obunachilar, let's go. deb aytadi. Va daraxtlarni sindiramiz, oq beryozani. Va bundan ko'mir tayyorlaymiz Minecraftning texnologiyasidan foydalanib. Let's fucking go. Va uyga kiramiz. Va ozgina notebookga kiraychi, qanaqa yangiliklar. Va restolga o'z qilmasdan olganman. Va hech qanday yangilik yo'q, har doimdek zerikarli qishloq. Va ana go'sht olaylikchi. Qani go'sht. To'xtanglar. Birinchi uyda yoqsak ana bo'ladi. Uyda yoqsak uy isib ketadi. Shunga Minecraftning texnologiyasidan foydalanib ko'mir tayyorlaymiz. 4 ta ko'mir bo'lar ekan, bitta ko'mir olib pishirib ko'ramiz. Va olg'a ko'mir pishdi bitta, endi go'sht olib kelamiz. Davay. Va go'shtni olgandan keyin yaxshi go'sht olamiz. Go'shtni ol. Bu yaxshi go'sht deyishdi ba'zi magazinchi ham boshqalar. Lekin men bu g'alatiroq go'sht ekan. Qani pishirib ko'raylikchi. Pishirib bo'lmas ekan, obunachilar. Pishirib bo'lmas ekan. Nima qilamiz endi? Qani boshqa ko'mirlarni ham olaylikchi. Va olamiz. Endi nima qilamiz? Men berim pishyapti hozir. Ozginadan keyin bo'ldi, pishdi. Va buni joyiga qo'yamiz. Go'sht ko'ramiz. Tatib ko'raylikchi qani. Qorni ochib olsam esi bo'lar ekan. G'alati go'sht ekan-ku, sasib yotibdi. Boshim aylanyapti, obunachilar, boshim aylanyapti. Ay, kiratim. Ay, boshim aylanyapti. O'tib ketyaptimi? O'tib ketdi. Obunachilar o'tib ketdi. Yaramas magazinchi, menga sassiq go'sht zo'r deding-a, hozir ko'rsatib qo'yaman. Yaramas magazinchi, yaramas ekansan. Yaramas, shu olaman-ku hali seni. Qani? Steve eshitmaslik kerak buni tagida yerto'ra borligini. Qanday yerto'ra? Men nimani eshitmayman. Qani ochaylikchi tagini. Steve. Qani? Yerto'la? Buncha qo'rqinchli obunachilar. Aytdi ishi bor ekan. Demak, mana bu narvonlar hamma uyga ulangan. Qishloqdagi hamma uyga. To'xtanglar, obunachilar, to'xtanglar. Bu yerda ko'raylikchi, nima suvmi? Yana yerto'la. To'xtanglar, suv qayerdan keldi bu yerga? Quduqmi bu? Chiqinglar. Bekor kirdimmi deyman obunachilar, bu yashirin joy bo'lib, meni nimadir qilishsa-chi. Men Steve Minecraftman. Mening obunachilarim bor. Menga yordam berishadi ular. Va ko'raylikchi oxirgacha, men bu qaysi uyga tegishli ekan? Qani ko'raylikchi. Bu qaysiniki ekan? Qaysi uy? Meni kuznitsdanmi? Qanday qilib? Demak bu yaramaslar hammani shu yerga qilgan, hammasini hamma yugullagan. To'xtanglar obunachilar, bekor unday qildimmi deyman-da. Endi meni ushlab olsa-chi. To'xtanglar, qo'rqmanglar. Men obunachilarim bor axir. Dovyurak obunachilar. Va men bu obunachilar!